Assalomu alaykum, ekran oldidagi hurmatli ko'rurmanlar. Ko'rayotganinglar Uyg'ur STEM ekranining 15 soni. Biz bugungi sun'iy aqlning meditsina sohasida kasalliklarni turga ayirishda qo'llanishi nomli suhbat programmamizda 50 parchadan ortiq ilmiy maqolalari xalqaro jurnal va yig'inlarda e'lon qilingan Marie Curie fondi jamiyati va Meva o'sma jamiyatining a'zosi, Bioinjinierlik jurnalining muavin tahriri, Torontodagi dunyodagi 5 cho'ng rak kasalliklari markazining biri bo'lgan Princess Margaret rak kasalliklari markazining Menga raki tadqiqot markazidagi mustaqil tadqiqotchi doktor Mehmetcan Yasin akamiz bilan suhbat ilib boramiz. Assalomu alaykum Mehmetcan aka, ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Aleyküm selam. Aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum hammanglarga. Vaqtingiz xayrli bo'lsin. Sizlarning meni mush leksiyaga taklif qilganingizga bek xursand bo'ldim. Bu misolimiz Dilnur inimiz Muhammad Amin bu jihat intayin jiq kuchlanib chiqadi. Ularni kuchlab ishlayotganini ko'rdim. Inshaalloh Allohim ishlaringlarning texnik qulaylik bo'lishini tilayman. Bo'libmi qanday ishlar bo'lsa, biz qilayotgan ishlar bo'lsa, biz sizlarga yordam qilamiz. Bugungi leksiya shu sun'iy aqlning meditsina sohasida kasalliklarni turga ayirishda qo'llanishi. Men buni asosligi shu meditsina jihatiga bog'lashtirib so'zlayman. Chunki sun'iy aqlni Osmon jani inimiz oldin qatamliq suhbatda so'zlabdi. Shunga buniki takrorlanishi hojat emas. Bu jihatga ko'p rahmat aka. Ovozim yinib kelyapti xapim. Ko'p rahmat Mehmetcan aka. Endi boshlashdan burun bir necha narsani eslatib o'tsam, hurmatli ko'rurmanlar, savollaringlarni inkas shaklida bizga bildirsanglar, program orqasida savollarga Mehmetcan akamizdan javob olamiz inshaalloh. Uningdan boshqa ulanishimizni tarqitib qo'yish orqali ham bizni qo'llab, ham bu suhbatdan boshqa qarindoshlarimizning manfaatini qilishiga vasila bo'lgaysizlar. Oldi bilan ekran oldidagi ko'rurmanlarimizga o'zingizning o'qish hayotingiz haqida qisqacha so'zlab bergan bo'lsangiz. Men Nanjing Universitetida Electronics kasbida bakalavriatni o'qidim. Undan keyin Shvetsiyada 2 masterlik o'qidim. Sababi birinchi masterlikni o'qigandan keyin doktorlik qilish fursatiga ega bo'lolmay qoldim. Shuning bilan ikkinchi masterlikni o'qib, natijam shuna yaxshi chiqibdi. Shuning bilan bir 10 dak universitetga başvursam, undan 6 universitetdan taklif keldi. Shuning bilan men buni shu doktorlik sohasiga munosabat bo'lgan kasbga deb shu elektronlik meditsina kasbida o'qidim. Bu doktorlik o'qish jarayonida har xil shu Yevropada fondlar borki, balkim bu keyingi yoki hozir o'qiyotgan o'quvchilarga foydali bo'lsin deb o'ylayman. Bu fond intayin yaxshi. Shu Yevropadagi plani ilib shu fond tadqiqot markaziga ishlagan bo'ldi. Masalan, birisi men shu Italiyaniki davlat darajalik tadqiqot markazida 2 oyda ishlabdiman. Har kuniga 80 necha yevrodan pul berdi. Keyin cho'ng tadqiqotchilar bilan bilishadigan gap. Bu qolay bo'lmadi, chunki birinchi qatimliqda men unga iltimos qilsam, birinchisi rad bo'lindi, ana ikkinchisi g'alaba bo'ldi, ana uchinchisi shu Fransiyaga sinadim, ana u yerda g'alaba bo'ldi. Fransiyada 2 oyda u yerdan tadqiqot qilib, darajalik tadqiqot o'rnaka. Bu o'zimniki shu doktorlik o'qishimni tamomlashda intayin yaxshi bo'ldi. Chunki nurg'ulg'an tadqiqotchilarni ko'rib, bizniki shu bilim doirasini kengaytirishga foydali bo'ldi. Bo'libmi shu doktorligimning oxirgi yilda xilji xizmatlarga sunibdiman. Bir xizmatni ko'rib, behma qiziqdim. Bu Philips shirkatiga xizmatga. Bu Philips shirkatiga bu xizmatning talabi yuqori qarsam. Chunki u Marie Curie tadqiqotchisi deb, uningda 3 yildan 5 yilgacha tadqiqot tajribasi bo'lish kerak. Men taxib 1 yillik tajribam yo'q. Unda bo'lgan keyin shuna bo'lsin bir abat baqay deb unga abatsam, bu qiziqarli yeri ular menga xizmatni berib qolmasdan, meniki bu xizmatni tizdan boshlashimni talab qildi. Ammo buniki barliq shu uyimni tayyorlab, shu barliq chiqimlarni ko'tarib, shuning bilan men xizmatimni shu
Angliyadagi xizmatimni juma kuni tugatib, Germaniyadagi xizmatimni dushanba kuni boshlab ketdim. U intayin tezla bo'lib ketdi. Degan ishlar intayin qulaylik ular hammasini yaxshi ulashtirib qo'yibdi. Undan keyindan shu texnikalik shu vatandoshlik uchun Kanadaga ko'chib keldim. Dastlabida Carleton universitetida u yerda tadqiqot qildim. Bu asosligi biomedical jihatda. Undan keyin Kanadaniki Princess Margaret degan shu rak kasalliklar tadqiqot markazida ishladim. Asosligi shu rak kasalliklarni turga olish bugungi so'zlaydigan mazmunlarning birisi mush jihatdan bo'ldi. Rahmat aka. Ovozim yangilanib. Siz kompyuter ha bo'lmay mikrofon bo'ldi. Aka siz boshda kompyuter sohasida o'qitgansiz, qanday qilib rak kasalliklari tadqiqotiga kirib qoldingiz? Bayami qiziqdim dedingiz, mush jarayonni ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Mikrofon etik bo'lib qoldi aka. Aziz qarindoshlar, buni ozroq texnikalik masala bo'lib qoldi. Ovoz qaytib olgan. Shunlashqa buni to'g'ri tushungaysizlar. Buni texnik yaxshi qilishimiz inshaalloh. Bu asosliq sabab birisi shu men doktorlik o'qiyotgan mazgilimda shu menga tadqiqotini qilgan. Menga deb olsak, menga odamningki badandagi eng bir murakkab bir sistema. Buningda shu mengadagi qon tushish va mengadagi qonni tekshirish jihatda texnikalik masalada tadqiq qildim. Buningki sonliq ma'lumot cho'ng. Bir kompyuterda ayni vaqtda buni bir taraf qilish uchun bir hafta, 2 haftalik vaqt ketadi. Shunlashqa shu superkompyuter deymiz, tez suratli kompyuter markazlarida Italiyada, Fransiyada tadqiqot qilishimning sababi shu. Shunlashqa cho'ng sonliq ma'lumotlarni bir taraf qilish jihatda ish qildim. Ana yana birisi shu kompyuter o'rganishdaymiz, AI. Shu jihatdagi sun'iy aqldan foydalanib, shu mengadagi qonningki nimasi, sig'imi qanchalik, o'rni qayerda deganda usullarni ta'minlash kerak. Bu jihatga tadqiqot meningki shu sun'iy aqldagi dastlabki boshlashimga sababchi bo'ldi. Shu nimadagi genningki tadqiqot jihatini olsak, men keyinchi uni so'zlab o'taman. Buning nisbatan yig'ilgan sonliq ma'lumot yuqori. Buningda asosligi qo'llanadigan narsalar asosan o'xshab qoldi. Garchi tadqiqot qilish o'rni o'xshashmagan bo'lsa, masalan, birisi nima degan chog'da shu sun'iy aqlni ishlatish jihatda, yana birisi shu programmani ishlatish, xos programmani ishlatish. Masalan, C deymiz, Java deymiz, R deymiz, shunga o'xshash tillarni qo'llangan bo'ldi. Unda bo'lgan keyin cho'ng sonliq ma'lumotni bir taraf qilish, yana birisi shu mashina o'rganish jihatdagi tajribam, endi programmalar jihatdagi ishlar meniki shu rak kasalliklariga yetkazishning sababchi bo'ldi. Endi yana bir muhim sabab nima degan chog'da, ko'pincha bu biomedical tadqiqotni cho'ng shirkatlar monopol qilgan. Masalan, Philips deydi, har xil cho'ng shirkatlarda cho'ng ishlarni monopol qilib, shu o'zining davlatiga qarab tadqiqot jihatda yordam bera oladi. Masalan, Germaniyada yoki Gollandiyada degandek. Kanadada unchalar jiq emas, lekin Kanadaniki shu gen jihat tadqiqoti yuqori bo'lg'achqa, qasam xizmatlar har xil fondlarni olish qulayroq. Shunlashqa mush kasb kirishimdi. Unda xo'sa men rasmiy savolimni boshladim. Sun'iy aqlni hurmatli ko'rmanlar, kechiringlar, biroz texnikalik masala bo'lib qolyotdi.
Undaq bolsa men sualımga resmi kelay. Süni aqlning ilm-fan va turmushimizga har bir sohasiga bargansir cho'nqurlab kirib hukmron bo'layotgan bir davrda yashayapmiz. Jumladan, süni aqlning inson kasalliklarini turga ayirish va rak kasalliklarining turlariga diagnoz qo'yishga to'g'riliq darajasi va roli bargansir eshib, süni aqlning bu xil ajallik kasalliklarning turlariga diagnoz qo'yishdagi to'g'riliq darajasi eshib menyapti. Undaq bolsa kunimizdagi mushu süni aqlning rak kasalliklarining turlariga diagnoz qo'yishdagi to'g'riliq darajasi qanchalik? Sun'iy aql meditsina va mushu kasalliklar uchun qanday xizmat jarayoni ilib boradi? O'sha haqda bizga ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz aka. Aldı bilan balkim buniki meditsinada qo'llanishini dastlabki bir so'zlab o'tay. Chunki dastlabida buniki to'g'riliq darajasi desak, balkim ishlarda ozroq nima bo'lib qoldi, tushunsizlik. Yana birisi o'sha texnika sababni bir mukammal qilish uchun kesfonal kirishtirib shu bir so'zlab o'tay. Endi sun'iy aqlniki hozir qo'llanishi bir so'zlab o'tay. Sanoat davrida hammamiz bilamiz, shu neft eng muhim boylik bo'lib hisoblanadi. Endi sanoatniki qani bu neft. Endi hozirgi davrga solishtirgan chog'da uchur davrida sizlar bu rasmni ko'rasizlar. Bizda nurg'ulg'an kishilar bu Facebookni ishlatadi, Google deymiz, Microsoft, Amazon degan har xil shirkatlarni har xil ishlarga ishlatadi. Bu shirkatlar intayin qisqa vaqt ichida intayin zo'r mablag' to'play oldi ham taraqqiyotlarga erishdi. Buningdagi asosli sabab nima deganda, ularningki shu bir savolni so'ray olganligida, shu savolga to'g'ri javob topa olganligida. Va hamma ishlarni hal qilmaydi, ammo intayin bir muhim nuqtaga qilingan. Masalan, Google'ni qiziqishi bo'lsa, kishilar nimani izlaydi deganga. Amazon bo'lsa, kishilar nimani sotib oldiganga qiziqadi. Facebook bo'lsa, kishilarni nimaga o'rtoqlashadi deb. Ana Netflix bo'lsa, kishilar nimani ko'rdi deb. Bu Olmay qoldi. Slaytni anlataymi? Ha. Slides ochilmadimi? Etildi. Birinchi betida turib qoldi. Shuni eslatdim. O'zgartdim bo'lmasa hozir o'zgartirdim. o'zgardimi? Yoki cho'ng ekran chiqarsak shu. Cho'ng ekran qildim. Ko'rindimi hozir? Ko'rindi, ammo kichik ekran bitib turibdi. Slayd ko'rinmadi. Nima sabab qoldi bu? Ben qaytadan bir sharh baqayimsa. Ma'qul. Endi chiqdimi? Chiqdi. Ha, chiqdi. Bu sun'iy aql to'g'riliq hozirgi qo'llanishini so'zladim. Ham buningda shirkatlar muhim bir savolga qiziqib shuni hal qilgan. Shunlashqa bu taraqqiyot jihatda inson zo'r natijaga erishgan. Asos bu jihatga nima ishlagan chog'da biz qarab baqsak bu shirkatlarning hammasi bir xuddi dengizni ustida turgandek ko'rindi. Bu dengizda shirkatlarning hammasi nima ko'rmaymiz degan chog'da bu sonliq ma'lumot. Har qaysi shirkatlar bu shu sonliq ma'lumot jihatda izdenish olib berib, shu texnik masalalarni hal qilish orqali kishilarga foydali narsalarni yetkazdi. Hamda kelgusidagi ahvolni qarasak, 2026-yilni qarta bir maqola e'lon qilingan. Buningda 10 cho'ng qo'llanishni eng muhim qo'llanish deb hisoblagan. Buningda masalan robotdan foydalanib operatsiya qilish, ma'lum sestra yordamchisi deydi, dori miqdoridagi xatolikni azaytish, shu klinikalik sinaq, dastlabki diagnoz, avtomatik holda rasm diagnoz qo'yish qatorliq cho'ng qo'llanishlarning hammasi shu tibbiy sohasiga chetishidi. Hamda nurg'ulg'an
balalar shu sun'iy aqlga baham qiziqadi. Bo'lib masalan mening balalarim bo'lsin yoki nurg'ulg'an yoshlar bo'lsin, bu turmushniki nurg'ulg'an sohalarga chetilib, hozir zo'r qiziqishlar qo'zg'alyotidi. Hamda balkim hali ko'p Uyg'urlarimizmi shu sun'iy aqlga kelgusida ishlab qolishi mumkin. Endi shu jihatda ishlasa, ularniki shu tibbiy jihatda ishlash nisbatimi yuqoriroq bo'ldi. Bugungi dars balkim shu munosabatli ba'zi uchurlar bilan ta'minlab beraman. Amal va buni oddiyroq so'zlab, undaq murakkab texnikalik narsani so'zlamayman, amal va foydali bo'lsin deb o'ylayman. Bir misolni olaylik. Shu menga saktisi. Bu mening doktorlik o'qigan vaqtimdagi hamda Philips shirkatida ishlagan vaqtimdagi tadqiqot bilan munosabatlik. Menga saktisi degan chog'da shu uchtum to'rt qo'zg'algan menga qon tumori kesili, masalan shu menga qon tumoriniki yerilishi yoki men qon tumoriniki etilib qolishi tufaylidan bo'ldi. Keyingi batlarda men aniqroq so'zlab o'taman. Bu menga saktisi bir jiddiy ahvol. Birisida menga qon tushgan vaqtida jiddiy qutqizishga telefon qilish orqali bu ambulans bemorni doktorxonaga olib bordi. Doktorxonaga olib borgandan keyin ondan diagnoz qo'yildi. Ana diagnoz qo'yilgandan keyin bu kasalning farqini bilib, bu qaysi tür, o'sha turni bilgandan keyin uning keyindan davolash olib bordi. Uningdan burun davolash olib borib bo'lmaydi. Endi bu oraliqda agar 3 soatdan qisqa vaqt ichida davolanish olib bora olsa, bu bemorniki saqayish nisbati yuqoriroq bo'ldi. Bu vaqt haqiqatan intayin qisqa. Normalda vaqtni kishilar har xil bekitadi. Masalan, ba'zilar vaqtni pul deb hisoblasa, ba'zilar vaqtni g'alaba deb o'ylaydi. Bu xil ahvol ostida vaqt bir hayot. Har bir minut, har bir sekund intayin muhim hisoblanadi. Andan bemor doktorxonadan chiqqandan keyin uzun muddatlik davolanish va kuzatishlarni bilan qilish kerak. Endi normalda hali jiq insonlarda shu men saktisi bo'ldi. Menda faqat shu Kanadaniki sonliq ma'lumoti bor ekan. Biz o'zimiz jihatdan aytgan chog'da mening bir necha tuqqanlarim shu menga qon tushish bo'lib uzun muddat davolanishga turtki bo'ldi. Yana birisi meniki shu doktorlik o'qituvchimma shu menga qon tushish bo'ldi. Buniki asosliq eshitgan chog'da u o'qituvchimiz ozroq semizdi, qon besim bo'lardi. Lekin o'ziniki shu tadqiqot ishiga bak berilib ketib, o'ziniki salomatligini asrashga jiq ko'ngil bo'lib qo'yamadi, chunki bu o'qituvchimizniki 6 tadqiqot markazi bo'lardi. Bir kuni shu cho'ng mukofotlash yig'iniga ketib olgan chog'da yo'ldalar mengisi qon tushib yiqilib tushdi. Shuni doktorxonaga olib bordi. Doktorxonaga olib borgan vaqtida menga qon tushib uzun muddat davolandi. 6 oygacha yo ayolni tunimaydi yoki nim yeyotganini bilmaydigan gap. Men shu 1,5 yildan keyin o'qituvchimiz bilan tanishdim, ko'rishdim. U ko'rishgan vaqtimizda bir xuddi 10 yildan keyin ko'rishgandek his qildim. Chunki intayin harakatlari asta, so'zlarim bak asta bo'lib ketdi. Hatto suv ichishim shu qadar asta. Uningdan burun ishlarni intayin keskin ish qilardi. Shunlashqa bu nimaga sal qaramaslik kerak? Menga qon tushishga. Bu jihatda ba'zilar balkim sal qarab buni saqayib qoladi deb saqlasak, bu xuddi o'limni kutib yotganga o'xshash bo'ldi. Nima uchun bu baldir davolash qilib bo'lmaydi uyda yoki ambulansning ichida degan chog'da bu men saktisininki 2 turi bor. Endi davolash bir-biriga butunlay o'xshamaydi. Birisi qon tomiriniki yerilishi. Shu qon tomir yerilgan vaqtda o'sha qon menning ichiga chiqadi. Menning ichiga chiqqandan keyin menga qattiq bir besim bo'lgan gap. Bu CT rasmi shu qonningki ko'rilgan ahvoli.
Andın ikinci xil ahvol degan chog'da qon tomirniki to'silishi. Bu qon tomir to'silish bo'lgan vaqtida qanday bo'ldi degan chog'da uzun muddatlik badanda xolesterol bo'lib, undan keyindan shu qon dog'lari yig'ilgan vaqtida qon tomiri to'silgan bo'ldi. Bu vaqtida endi qon bu boshqa ma'nan qismlarga yetib bormaydi. Bundan keyin energiya yetishmagan ekan bu hujayralar o'lishga boshlaydi. Bu intayin xatarlik ahvol bo'lib hisoblanadi. Bu rasmda CT'dagi rasmga qarasak, bu shunaqa shu men qon to'silish tufaylidan kelib chiqqan ahvol. Bu intayin murakkab. Shu qon tomiri kasalliklari. Endi normalda balkim turmushimizda bak diqqat qilib ketmaymiz. Buning murakkabligi qanday degan chog'da shu qon tomirining uzunligi mayli inchiqqan va jatti bo'lsin, butun yer sharini 2 qatim o'rashga yetadi. Undan bo'lgan keyin biz buni o'zimizniki murakkabligini his qilmaymiz, salomatligiga diqqat qilmaymiz. Shu bu intayin muhim ahvol. Endi bu men meditsina bilan munosabatli bo'lgan masalalarni so'zlab o'tdim. O'sha har bir qadam bosqichlarining hammasida shu programmachilar, sonliq ma'lumot olimlari har bir masalalarga hal qilish yo'lini topadi. Bir qaysi degan chog'da bu menga doktorlik vaqtimdagi qilgan ishimdagi bir qism bo'lib hisoblandi. Shu mengani modellashtirish, undan keyindan mengadagi qonniki o'rnini tepish. Bu haqiqiy rasm emas, bu tajribaxonadagi rasm. Nemishqa degan chog'da oldi bilan tadqiqotlarning hammasi tajribaxondan boshlandi. Tajribaxondan boshlanib, undan keyindan u haqiqiy isbotlanib chiqqanda, undan keyindan hayvonlarga sinab qilindi. Masalan, itlar deymiz, u boshqa hayvonlarga sinab qilinib, undan keyindan odamlarga ishlatishga boshlandi. Shu bu jarayon intayin murakkab, uzun jarayon. Endi yana birisi qaysi degan chog'da shu bemorlarning harakatini kuzatish yoki bemorlarni tekshirish. Bu qaysi jihatini o'lindi degan chog'da masalan CT rasm tushayli yoki MRI'ga tushayli, ashlarning hammasida doktor davomliq deydi. Sen hargiz midirma deb. Chunki midirgan chog'da rasmlarda qalayim qanchalik kelib chiqadi. Biz ashlarning oldini olish jihatda programmalarni tuzdik. Agar midirab ketsa, uni qanday qilib asliga keltira olamiz yoki bo'lmasa uni qanday bayqaymiz deb. Bu jihatda masalan bir mar harakatlangan vaqtida rasmlarda zo'r o'zgarish bo'ldi. Endi buni bayqay olamiz. Endi signalning sifati. Birinchisi masalan sifati intayin yaxshi, uni nomer qo'yadigan gap. 90% yaxshi menyapti bu signal. Bemorni chiqqan bu uchurlar yaxshi deb. Endi ba'zi bir masalalarda bemor midirgan vaqtida signalning sifatini bayqay olamiz. U chiqqan rasm u qon hargizmi amaliy emas, balkim shu bemorning harakati tufaylidan bo'lgan bo'ldi. Men oldingi rasmda deb o'tgandek, shu men qon chiqqandan keyin bemor uzun muddatlik davolanish kerak. Endi bularni tekshirib turish kerak. Lekin bu doktor ularni tekshirishga amalsiz, chunki ular uyda bo'lishi mumkin, sirtda bo'lishi mumkin. Shunlashqa biz bu jihatda ba'zi bir uskunalarni yasab chiqdik. Masalan, qon besimini tekshiradigan, qondagi shakar yoki temperatura, nafaslanish qatorliq uchurlarni yig'ib, shu bizning iPhone'ga avatildi bu uchurlar. iPhone'ga avatilgandan keyin bu uchur to'xtamasdan shu doktorxonaga berib turgan gap. Bu doktor bilan doktor buni ko'rib turdi. Yoki bo'lmasa uydagi tuqqanlarga yetib bordi bu uchur. Shuning bilan biror masala bo'lsa, shu hammalla shu bemorning qashqa berib, balkim doktorga olib tekshirish ehtimoli bo'lgan gap. Bularning hammasi shu sun'iy aqlniki amaliy shu tibbiy jihatdagi qo'llanishlari. Bo'libmi uzun muddatlik bemorlarni tekshirish bu intayin muhim. Bo'libmi cho'ng shirkatlar, masalan Philips deymiz, bu Swisscom degan Shveysariyaning bir shirkati. Ashlarni to'xtamay, bemorlarni avtomatik holda kuzatib turish asboblari bor. Balkim doktorxonada bu ba'zi bir asboblar allaqachon ishlatilib bo'lingan. Mujohatga qilgan tadqiqotimiz nima degan chog'da
shu o'pkadagi nafaslanishni ko'rash. Shu nafaslangan vaqtida o'pkaniki hamma qismlarida to'liq nafaslandimi yoki bir qismida suv yig'ilib qoldimi, 24 soat ko'rib to'g'ri bo'ldi-da. Shuning bilan bu signalniki sübtini kuchini bergan gap. Bu ba'zi bir jihatdagi signal balkim mush bemorniki harakati tufaylidan bo'lgan yoki bo'lmasa shu elektronlik masalalarda kelib chiqqan ishlar deb hammani ko'rib to'g'ri bo'ldi. Shu intayin muhim. Bo'lib hozir Covid virus tufaylidan kelib chiqqan kasalliklarni 24 soat hech kim ko'rib turolmaydi. Mush jihatdagi mahsulotlar shu to'xtamay kasalni shu o'pkasidagi nafaslanishni bilib turgan gap. Ammo bu meniki gen tadqiqot jihatdagi tadqiqotim shu 6 yildan buyon Princess Margaret degan tadqiqot markazida men rakka qatorliq tadqiqotlar bilan shug'ullanyapman. Bu rasm nimani ko'ktiradi degan chog'da sonliq ma'lumotlarningki eshishi. Sizlar ko'rsanglar balkim 2000-yildan 2010 yilgacha sonliq ma'lumotlarning eshishi unchalar yuqori emasdi. 2010 yildan kelgisida bo'lib 2025-yilga borgacha sonliq ma'lumotlarning eshishi bir ajoyib zo'r bo'lgan gap. Shuna sonliq ma'lumot texnikasiga mujjatdagi bilimlarga ehtiyoj intayin yuqori. Burun 2000-yillarda bu tartiblash 100 millionga boradi. DNA'ni ilib kishidagi ashning uchurini bilish intayin qimmat. Lekin hozir texnika borgan sari taraqqiy qilib, u faqat $1000 ga tushdi. Taraqqiy yana jiq azon. Shunlashqa jiq odamlarga tartiblash yapog'li bo'ldi. Shuning bu sonliq ma'lumotlar yig'ilishi intayin jiq degan gap bu jihatda. 2025-yilda kelgusida bu sonliq ma'lumot qanchalik yetib bordi degan chog'da solishtirma hisobidan bo'lgan chog'da o'sha genomics deydi, gen jihatdagi sonliq ma'lumot, o'sha astronomiya deydi, astronomiyadagi sonliq ma'lumot qaragan chog'da 40 yuqori bo'ldi ekan. U hatto YouTube'dagi, Twitter'lardagi butkul datalarning hammasining qo'shilmasida mush gen jihatdagi sonliq ma'lumot intayin yuqori. Bu nima uchun degan chog'da odamlar yana intayin murakkab. Masalan, bizning badanimizda 37 trillion nima bor? Hujayra. Endi bir hujayra degan gap intayin kichik, lekin u intayin kichik bo'lgan bilan uningdagi DNA'ni so'zsaq 2 metrga bordi. Endi bir odamdagi DNA'ni hammasini mush genni tutashtirsak bir-birisiga qancha uzunlikda desa u shu yer sharidan kunga yorib, shu kundan yer shari qaytib kelgichilik shunchalik uzoqlikda bo'ldi. Shunga bir odamda shunchalik uzoqlikdagi DNA bor, gen. Endi bu gen intayin murakkab. Buningdagi har bir narsa bir harf shaklida bo'ldi. Endi bu harflarda birsida o'zgarish bo'lsa, balkim bizning chiroyimizda yoki ko'zimizdagi rangida ishqib har xil o'zgarishlar bo'lgan gap. Endi ba'zan bir harf o'zgarsa, balkim bu rak kasalini keltirib chiqargan bo'ldi. Garchi biz o'zimizni tushunmagan bilan, lekin buningdagi murakkab ahvol shunlashqa shu rak kasalini bo'ysundirish uchun nurg'unlagan o'rinlar bunga tirishchilik ko'rsatyapti. Bu rak kasali hamma narsa bilan munosabatlik, bu davlat bilan munosabatlik, shaxsiylar bilan munosabatlik. Undan bo'lgan keyin bunga hukumat nurg'unlagan tadqiqot o'rinlari bor, universitetlar tadqiqot o'rni bilan shug'ullanadi, shirkatlar bor, doktorxonalar bor. Shunlash bu jihat tadqiqotniki qo'llanishi intayin ko'p bu jihatlarda. Endi rakni bo'ysundirmoz deb degan xil uzun bo'lib qoldi. Bu shu qadar murakkab bo'lg'achqa nurg'unlagan chiqimlarni tatdi. Masalan, bu shirkat IBM shirkati bu jihatda 100 millionlab pul xarjladi. Ular o'zimizniki kompyuteri
eng tez suratlik yembirse bizning tadqiqotchilarimiz ko'p deb ular nima dedi desa shu doktorlik qilolmagan ishlarni qila olamiz deb shu kompyuter mengisi jihatda ish qilgan. Lekin yaqin qadar ular tadqiqot jihatda biror yaxshi natijaga erishib bo'lolmadi. Endi natijaga erishdi. U faqat o'ziniki shirkatiga yoki bo'lmasa ma'lum bir texnikaga bog'lanishliq endi nurg'ulg'an masalalarni hal qildi. Ammo uni shu doktorxonalarda umumyuzlik qo'llanishga turtki bo'lmadi. Chunki bu yanada murakkab. Shu bu yilniki 5ida xalqaroliq bir yig'in ochildi. Shu genjatki tadqiqotni qandoq qilib murakkabsizlar davolashda umumyuzlik qo'llangan bo'ldi. Bizdagi masalalarni qandoq hal qilamiz deb uningda bir kun so'zlandi. Buningda dunyoning har qaysi joylaridan Germaniya, Amerika, shu bizning Kanadadan nurg'un kishilar so'zladi. Uni men faqat intan qisqa shaklda, oddiy shaklda so'zlab o'tay. Ben so'zlab o'tgandek shu biz genning faqat 2% asosiy tadqiq qilyapmiz. Shu odamning funksiyasi bilan munosabatlik deb qarab. Lekin 98% jihatda tadqiqotimiz umumyuzlik bo'lmadi. Bu jihatda masalalar bor. Yana birisi shu sun'iy aql bizniki nima uchur bilan ta'minlashimiz bilan munosabatlik. Chunki u sun'iy aqlga nima o'rgatsak, u shuni o'rganadigan gap. Hozir doktorxonalardagi uchurlar intayin tarqoq. Bu umumyuzlik bir birlashgan uchurlar to'liq yetilmadi. Yana bir cho'ng masala nima degan chaqda patolog degan gap endi shu kasalliklarni, rak kasalini diagnoz qilgacha. Bu odatki kasalliklarni diagnoz qilgacha emas. Odatli kasalliklar bor, zukam, uyu har xil. Buni normal doktorlar diagnoz qilsa bo'ldi. Patolog degan gap nima degan chaqda to'qilmashunos. Odamlarniki shu badandagi to'qilmalarga asosan mikroskopda qarab, uningda diagnoz qo'ydi kasalliklarga, rak kasaliga. Endi shuni qartan davolash yapardi. Endi bu patologlar orasida diagnoz farqi intayin cho'ng. Ba'zida 25%, ba'zida hatto 45% gacha yetib boradi. Undan bo'lgan keyin bu xato uchun kompyuter kirgizsa, kompyuter xato o'rganib olgan gap, natijasi xato chiqadigan gap. Shunlashqa bu masalalar so'zlandi. Undan keyindan buni qandoq hal qilamiz deb har xil masalalarni o'tirib qo'yildi. Bu xos jihatdan aytgan chog'da bizda haqiqiy bir chanaqqan kishilarga ehtiyojli ekanligini so'zladi buningda. Chanaqish deganiga qanday deganlik degan chog'da shu biologik uchur deymiz. Data shu sonliq ma'lumot jihatdagi olimlar ehtiyoj intayin cho'ng. Bu jihatdagi insonlar intayin kam. Asosliq nimani talab qildi degan chog'da buning uchun bizda 3 narsani talab qildi ekan. Birisi right skills, right tools and right mindset. Bu inglizcha atalg'u hisoblandi. Buni uyg'urcha o'rsak, bizda to'g'ri mahorat, yumshoq detal quroli and to'g'ri iroda. Shu bo'lish kerak. Bizda Uyg'urlarda iroda intayin cho'ng, chiniqishma intayin qattiq chiniqamiz. Uyg'urlar haqiqatan boshqa nurg'un odamlar qilolmagan ishlarni qila oladi. Shunlashqa meniki shu yoshlarga bo'lgan tavsiyam nima degan chaqda, yoshlar sizlar haqiqatan bu jihatda yetib chiqa olasizlar. Sizlar boshqalar qilolmagan ishlarni qila olasizlar. Albatta boshqa qilgan ishlarni qila olasizlar. Bu jihatda ozroq uchurlarni beraman. Endi bu doktorxonada qanday ishlatiladi degan chaqda mana shu sun'iy aqlniki doktorxonada ishlatilishi, uningki har bir qadam bosqichlarini ozroq so'zlab o'tay. Endi kasalliklarni masalan qanday diagnoz qo'ydi. Buni to'qilmashunos yoki patolog desak, endi to'qilma. Bu bir 3 oy roki. 3 oy rokini doktor operatsiya qilib undan o'rnak oladi. O'rnak olgandan keyin balkim bu o'rnakni mumlab saqlab qo'yish mumkinchiligi bo'ldi. Endi bu mumlab qo'ygan
Örnəkni bəlkім 10 neçə yıllargacha, 20 neçə yıllargacha saqlab qo'yg'ili bo'ldi. Endi buni ishlatmoqchi bo'lgan chog'da uni kesib, intayin nefis shaklda. Undan keyin aynakni ustiga qo'yib, ximiyevilik usulda bir taraf qildi. Uni bir taraf qilgan vaqtida uningki kasallikka nisbatan bir genning o'zgarish, har xil o'zgarishlarni bayqab shuning qarta nimalarni diagnozlarni qo'ydi. Buni men tafsilroq so'zlab o'taman. Endi bizningki qilgan ishimiz nima degan chog'da shu to'qilmadan uningki gen qismini RNA, DNA deydi. Nurg'ulg'an texnikal qismlar bor. Shu DNA sonliq ma'lumotini olib chiqarib berdi. Bundan nurg'ulg'an uskunlar bor. Shu uskunlardan olib chiqarib bergandan keyin bu DNA qismlarini biz tahlil qilamiz. Sonliq ma'lumot mush shaklda kelgan. Yoki bo'lmasa shu aynakdanmi bevosita DNA, RNAlarni chiqarib genlarning uchurlarini og'ilib oldi. Ya'ni bizning qilgan ishimiz nima degan chog'da bu rasmlarni ham shu gen jihat uchurlarni birlashtirib, birlashgan usulda bir sun'iy aql programmalarni yasab chiqamiz. Bu azroq doktorliklar bilan munosabatli ishlar. Shular bo'lsa-mu, sizlarga nisbatan bir uchurlar bo'lib qolsin deb o'ylayman. Bu o'pka raki. O'pka rakiga qarab baxsanglar, intayin qara deb ketgan bir o'pka raki ekan. Hamda bu balkim intayin jiq tomoq chekkanlikdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Oldi bilan bundan o'rnak olib, o'rnakni shu mikroskop ostida uni diagnoz qo'yib qilgan gap. O'pka rakiningki nurg'ulg'an turlari bor. Andan o'xshamagan turlariga asosan buningga diagnoz asosan davolash butunlay o'xshash olmaydi. Masalan, buni qarasak, buni cho'ng hujayra raki deydi. Endi buni kichik hujayra raki deydi. İkisideki davolash farqi butunlay o'xshash olmaydi. Qarasanglar bu intayin kichik hujayralar mikroskop ostida uni ko'rgili bo'ldi. Endi bu cho'ng hujayra o'pka raki. Endi meniki uyg'urchasini deb bo'lmadim, ham yo'qka. Buni squamous deb oldi. Bu adeno deb oldi. Bu ikkisidagi farq butunlay bir-biriga o'xshash olmaydi. Bu squamous deb olgani butunlay asosan tomoq chekkanlikdan kelib chiqqan guldek ko'rinadi bunda. Ana bu tomoq chekmaganlardan kim chiqqan, ammo hujayraniki o'sha genniki ma'lum qismida o'zgarish yuz bergan. Men sizga deb o'tdim. Shu yer shardan kundan yer shar qaytib kelchilik bizning gen bor. Aslında birisida o'zgarish yuz bersa, mana shunga o'xshash rakkasini keltirib chiqardi. Bunda EGFR degan bir gen bor. Shu genda o'zgarish bo'lganlikdan shu xil rak yuz bergan. Bu raklar bir-birisi bilan odamlarning badaniga taqilgan ahvol bo'ldi. Masalan, squamosni olsak, bu odamlarniki bosh bo'yin qismlarga taqilib, bosh bo'yin raki bo'lib hisoblandi. Qarasak, ularning shakli o'xshab qoldi, yana bu gulga o'xshash. Bu squamous, buni shakliga asosan diagnoz qilgan gap. Sizlar bu diagnozni o'qib oldinglar? Cho'ng sel, kichik sel, mana squamous deb oldik deb, shu patologlarningki shu diagnoz qilish usullari. Endi bu eg'iz raki. Qarasak, buningdagi shakldimi o'xshashligi bor. Ularningki hammasilarningki sababi, mo'min sabab nima degan chog'da shu tomoq chekkanlikdan. Yana birisi bu o'pka raki intayin ko'chma xarakterli bo'ldi. Shu 50% yaqin o'pka rakining hammasi badanningki har qaysi qismlarga taqildi. Bosh bo'yin, eg'iz qismlarga. Bo'libmi biz diqqat qilishimiz kerak. Bu bosh bo'yin raki, eg'iz raki shu O'rta Osiyoda boshqa qanday millat qaraganda shu O'rta Osiyoda eng ko'p bo'ldi ekan. Buning asosli sabablari nima deb buni tekshirib baksam, bir sabablari tomoq chekkan vaqtida
uniki filtri yo'q holatda chekkan gapda. Buniki badanga nisbatan ziyonniki intayin cho'ngligini bayqaymiz. Chunki bizning vatanimiz shu O'rta Osiyoning bir qismi bo'lib hisoblanadi. Shunga biz buniga intayin diqqat qilishimiz kerak. Mening asosliq tadqiqot objektim nima degan chaqda mening tadqiqotim shu mengraki. Ya'ni biologik belge deydi. Biologik belge deganda biomarker. Buni inglizcha bu intayin muqim bir uchurga. Onun Uyg'urcha har xil shaklda yurib baxtim shu biologik belge deb olsak pek yaxshi bo'ldi ekan. Endi bu biologik belge orqali kasalliklarni turiga org'il bo'ldi. Biologik belge nimaga o'xshaydi degan chaqda xuddi biz mashina haydaganda yo'ldagi belgelar o'xshaydi. Masalan, to'xtash belgisi yoki yeshil chiroq, qizil chiroq degandek. Buningda shu biologik belgelar shu patologlarga, to'qimashunoslarga intayin bir yaxshi yordamchi bo'la oladi. O'sha genda o'zgarish bo'lgan chaqda shunday turga asosan o'xshash bo'lmagan diagnoz qo'yildi. Masalan, buni IDH degan bir gendagi kasallik, endi bu yana bir xil kasallik. Bu IDH jihatdagi gendagi kasallik. Endi ba'zan bemorlar 10 yildak umr ko'ra oladi. Garchi shu rak kasali bo'lsa-mu, balki har xil davolashlarni olib bordi. Masalan, radiatsiya shaklida davolashib berish, operatsiya qilish degandek. Mohildagi kasallik bo'lgan chaqda bu odamniki yashash umri intayin qisqa. 1 yil yoki 1,5 yil atrofida. Bu haqiqatan intayin xatarlik ahvol. Doktorlarga intayin tez. Birsiga siz 10 yil yashar ekansiz, yana birsiniki o'zgarishga qarab siz 1 yil yashar ekansiz deyish haqiqatan intayin qiyinchilik. Bu bizlarga bir anglansa intayin bir qattiq tuyuldi. Masalan, bundan hech qanday odam qochib qutula olmaydi. Siz 1 yil yashar ekansiz desa, bizga nisbatan hayotning ne qadar muhimligi his qilib ketyapmiz. Ba'zilar balkim pul tepish yoki har xil ishlarga berilib ketib qoldi. Bu albatta muhim. Hamda lekin kasallikni davolash jihatda u pul bilan hal qilib bo'lgan ish emas. Qanday degan chaqda hozirgi Amerikaning raisi Baydenning o'g'li bu xil rak kasaliga giribtor bo'lgan. Men rakiga. Bu odamniki 100 millionlab pul bo'lyapti. U har qaysi tadqiqot markazlarida har xil sinoqlarni olib baxti, lekin 1 yilning ichida o'lib ketdi bu odam. Garchi puli va huquq va ularning hech qaysi amal bo'lmadi. Bu asosiy sabab nima ekan degan chaqda haqiqiy sababni bilgili olmaydi. Endi birli masala nima ekan deganda kichik vaqtida onasi bilan ketib olgan chaqda qatnash voqeasi bo'lib, onasi tugab ketgan, shu o'zi qatnash voqeasida bir zarbaga uchragan ahvol ekan menada. Bu balkim ashunaki bir boshlangan bir ahvol bo'lib qolishi mumkin deb o'ylaymiz, lekin buning sababi nurg'un. Naq uni topib olmoq tez. Endi bu menda biraz savollaringiz bo'lsa so'ranglar. Shu diagnozni qanday qo'yildi ekan, doktorxonalarda qanday rak kasalliklar bo'ldi ekan deganda so'zlab o'tdim. Endi buniki keyin qatamliq so'zlaydigan asosliq mazmun shu rak kasalliklarini qanday qilib shu turga org'il bo'ldi. Ya'ni biz qanday qila olamiz? Shu sun'iy aql foydalanib turga orish. Shunlashqa bundan burun biraz sizlarning savoringiz bo'lsa, men shunga qarata javob beray. Mening aslicha savol yana avvalgina savol. Mening aslicha savollarim bordi, lekin shu texnik sabablik so'ramayapman. Har bir gap qilsam mikrofonni itish to'g'ri keldi-ka deb. Shunlashqa avval sizning leksiyalaringiz tugagandan keyin undan keyin men savollarimni so'rsam texim yaxshi bo'larmi deb o'yladim. Shu aka siz davomlashtiraversangiz. Bo'ldi, mencha shuna qilsak yaxshiroq bo'ladi. Men bu murakkab so'zlayotmayman. Undan keyin oxirga jiqaroq vaqt deb qo'yib, endi shu muhim so'zlagan mazmunlarga qaytib kelsam bo'ldi. Garchi
tadqiqot murakkab bo'lgan bilan, lekin uni amaliyotda qo'llanmasak, uni amaliyotda paylanmasak, uning roli yo'q bo'lib qoldi. Endi meniki bir muhim tadqiqotim nima degan chog'da shu miya o'smasiniki qayta qo'zg'alish ehtimolligini o'lcharlash. Miya o'smasini kesib yaratqili bo'ldi, lekin bu keyincha men bir aniq tushuntirib beraman, har xil o'smalar bo'ldi. Bu balkim qayta unib chiqadi bu. Kesib yaratgan bilan buni har xil shaklda davolash ehtimolligi bo'ldi. Lekin bu ba'zilari o'sadi, ba'zilari o'smaydi. Lekin buni qanday qilib qayta qo'zg'alishni mo'ljallash intayin bir muhim. Normalda shu patologlar buni mo'ljallaganda asosan ko'pincha ahvolda to'g'ri mo'ljallay oladi, ammo yana bir qism ahvolda to'g'ri mo'ljallay olmaydi. Bunday bo'lsa qanday qilish kerak? Buning uchun biz shu kompyuter programmasidan ishlatdik, sun'iy aqldan foydalanib. Bu qilgan ishimiz intayin yaxshi natijaga erishdi. 2018-yili shu Amerikadagi xalqaro darajalik bir yig'inda birinchi darajalik mukofotlandi. Uning keyindan shu Amerikadagi bir patent ishiga erishdik. Ham yaqinda shu Baydenninki ismida atalgan fondga erishdik. Bu intayin kasb bo'lgan fond Amerikada olmoqchi bo'lgan. Buni oldik. Shunlashqa bu intayin ko'p miqdordagi pul. Ham bu biz kelgusidagi tadqiqotimizni ishlatib, shu doktorxonalarda bir o'lcham shaklda ishlatgili bo'lamdi deb shuni qo'llanmoqchi. Bu qaysi xil miya kasali degan chog'da shu operatsiya jihat intayin qiyin o'sma. Uni meningioma deb ataydi. Bugun qadar uni hech qanday unumli bir davolash usuli yo'q. Shunlashqa har xil berikmi davolashni qo'llanadigan gap. Masalan, intayin oddiy bo'lgan chog'da dastlab bosqichda kuzatish shaklda parag'il bo'ldi. Azroq cho'ng'aygan vaqtida operatsiya qilib qilib bo'ldi. Andan buni yoki radiatsiya orqali davolag'ili bo'ldi. Bularni andan texmi yaxshiroq unumli davolash uchun bularni har xil qismlarni bir-birisiga biriktirish kerak. Masalan, operatsiya bilan kuzatishni, operatsiya bilan radiatsiyani ikkisi birlashtirib ishlash bo'ldi. Agar buniki darajasi tuvan bo'lsa, operatsiya unumli normalda. Lekin 20% qismida yana qaytadan yuz berdi. Andan 3-darajada bo'lgan chog'da normalda operatsiya va radiatsiyani ikkisini birlashtirib ishlasi bo'ldi. Lekin bu 20% qismida qayta o'sib chiqmaydi, bu 3-daraja bo'lsa-mu. Lekin buni radiatsiya qilsak badanga ziyonli. Shunlashqa buni qanday qilib shu 20% birinchi darajadagi nacharni shu 3-darajadagi 20% ni olib chiqilib bo'ldi degan muhim bir masala. Yana birisi 2-daraja ajoyib murakkab. Bir doktor bilan ikkinchi doktorniki o'xshash bo'lmaydi operatsiyasi, diagnozasi. Andan biri tadqiqot markazi bilan doktorxona bilan yana bir tadqiqot markazi ya doktorxonaniki diagnozi o'xshash bo'lmaydigan gap, qolgan ishlar o'xshash bo'lmaydigan gap. Shunga bu intayin bir murakkab ahvol. Shunlashqa biz mush jihatda qanday biz shu yordamchi bo'la olamiz deb olsak, sun'iy aqldan foydalanib programmani yasab chiqdik. Shu o'smaninki qayta qo'zg'alishini oldin faraz qilgan. Shu genni olamiz. Shu o'smadan genni olgandan keyin shu methylation deydi. Methylation sonliq ma'lumoti bor. Shu methylation sonliq ma'lumotini deb biz shu orqali program yasab chiqdik. Jami 700 ga yaqin bemorniki nimasi bor, sonliq ma'lumoti. Shundan qarta ishladik. Endi buni ishlab chiqqandan keyin buniki yaxshi turlik kasallik yoki yomon turlik kasallik deb buni farqini o'ray oldik. Endi bunda bo'lgan chog'da agar xatari tuvan bo'lsa, operatsiyadan keyinla kuzatish yapasi bo'ldi. Agar yomon xarakterli bo'lsa, operatsiyadan keyin unga radiatsiya ishlatish kerak. Undan keyindan biz shuni zodi doktorxonalarda ishlatgan bo'ladi, bo'lmamdi deb 4 tadqiqot markazida
sınadık bunu. Amerikada, Germaniyada, qatarlıq şu oxşamagan dövlətlərdə sınab, bu nəticəsi yaxşı olub çıxdı. Bunu şu tordama işlətkili oldu. Əgər methylation degan şu gen datasi bo'lsa, bu sonliq ma'lumotni to'g'rilab qo'ydigan gap, bu hammasi intayin avtomatik holda. Avtomatik holda şu algoritm şu qayt qo'zg'alishiningki xavfini bizga deb berdi. Mancha persen xatiri bor deb. Bu ahvol qanday degan chog'da hamma og'riqlarga, hamma bemorlarga ishlatkili olmaydi buni. Balkim 90% kishilarnikini patolog uni diagnoz qilib chiqa oladi. Faqat 10% kishilarnikini bizningki markazda shuni tahlil qilib chiqaramiz. Nima ish qilgan chog'da birsi u intayin qimmat. Yana birsi vaqt jiq ketirgan gap. Endi bunaqa nisbatan istiroxonaga ko'tarmaydi yo davlat ko'tarmaydi. Chunki bu bir muqim bir o'lcham bo'lib yetilmaydi. Normalda shu to'qilmishunoslar kasalliklarni turlarga ayriyolaydi. Qaysi qo'y, qaysi bo'ra deb. Lekin ba'zi bir ahvollar bor. Qo'yning terisi o'rin olgan bo'ra. Buni patologlarni ko'rib bo'lolmaydi. Qarsi chiroydan qo'ydak, lekin amaliyotda intayin xatarlik. Shu mushu jihatda bizniki yasab chiqqan programmamiz shu patologlarga yordamchi bo'lib hisoblandi. Hozir bu kasalliklarning turiga og'rigan chog'da buni birla odam kasallikni turiga og'rimaydi. Balkim shu bir necha odam turga og'riydi. Uning keyindan shu davolashni olib bo'lgan chog'da doktorlar maslahat guruhi bor. Buni tumor board deydi. Ashlar birlashib shu radiatsiya, operatsiya, har xil davolash, shu jihatga mutaxassislarning hammasi yig'ilib shu uyda so'zlashadigan gap. Buni qanday olib boramiz deb. Endi kasalliklar bak ko'p. Patologlar ham bir kunda nurg'un kasalliklarni ko'rish kerak. Har birisiga berilgan vaqt qisqa. Intayin tez suratda diagnoz qo'yib, yana birisiga o'tmasa bo'lmaydi. Endi shu tumor boardda doktor maslahat guruhisidagilar ham qilgan ishlar bakchiq. Biz material tayyorladik shunga. Doktorxona ishlatyapti hozir. Shu kasalliklarningki xatarlik ahvoli qanchalik deb methylationni foydalanib, shu gendan foydalanib. Biz bu uchurlarni bergan chog'da biz bir 10-20 dak kasallik bo'lsa, ashunga qarata bizga berilgan vaqt faqat 10 minut atrofida. 10 minut atrofida intensiv suratda ma kasalliklarningki xavflilik sababi mundaq deb o'zaro maslahatlashamiz. Ular undan keyin o'zaro mos kelmagan yerni undan keyin yana tadqiq olib boradi. O'zar nima sababdan deb shuning bilan o'xshash bo'lmaganlari ko'pincha ahvol ostida bizningki shu sun'iy aqldan foydalangan programmamiz to'g'ri bo'lib, endi shu maslahat guruhi o'zininki davolash jihatdagi maslahatini o'zgartdi ular. Shunlashqa bu intayin yaxshi bir natija bo'ldi. Endi yana bir xil tadqiqot nima degan chog'da shu biologik belga, ya'ni biologik uchurlardan foydalanib turib, o'xshash bo'lmagan kasal turini ayirish. Bu nima sababdan degan chog'da bu rak kasalliklari ko'chma xarakterli bo'ldi. Masalan, o'pkidan badandagi boshqa qismlarga, masalan, bo'yinlarga, eg'izlarga ko'chirgan yoki bo'lmasa mengaga ko'chirgan ahvollar bo'ldi. Unda ahvolda bu doktorlarga ba'zi ahvollarga test qilgan gap. Bu shaklga qarasa menga rakidak, mengadan chiqqan amaliyotda o'pkidan kelgan. Buni qanday davolash kerak degan chog'da chuqur yiltizni davolash kerak. Yiltizdan tutib turib davolash kerak. Shunga buni bayqash jihatda biologik uchur intayin muhim belgilar bilan ta'minlab berdi. Buningda biz nima tadqiq qildik degan chog'da asosliq 22 xil rak kasallikni tadqiq qilib, shuni turga ayirishni olib bordik. Endi buningdimi bizdan qilgan natijamiz bak yaxshi chiqdi. Shunga shu kitobniki bosh muqobiga tanlanib, endi tashabbus qilindi. Shunlashqa bu intayin test, chunki nurg'ulg'an 50 tak xalqaro maqolaning ichidan birini tanlab olgan gap. Endi biz shu tadqiqotni olib borgan chog'da nurg'un odamlar bilan birlikda ishlab boramiz. Masalan, patolog bor.
Andın men operatsiyasını qilgan kishilar bor. Biologiya bilan shug'ullanganlar bor. Undan keyin shu sun'iy aql bilan ish qilgan maxsus mutaxassislar bor. Shularning hammasi bilan birlashib ishlab boramiz. Hargizmi biz o'zimiz o'z shaklida bir kishi bilan ishlab bog'lanmaydi. Chuqur hamma odamlardan yig'ilgan bir umumiy bilimga asosan ishlab boramiz. Ularning talabiga asosan doktorxonada bizga nisbatan qanday ehtiyoji bor, nima ishlarni qilsak eng muhim degandek shuni qartdilar. Bu 22 kasallik turi rak kasalliklari. Buningda o'pka raki, meng raki, uchay raki degandek shu raklarniki hammasilarniki turlari. Andin shuniki har xil biologik uchurlardan foydalandik. Buniki gen qismini oldik, DNA methylation yoki oxal degandek har xil uchurlardan foydalanib kasalliklarni turga ayirdik. Buniki texnikalik uchurlarni sizga tafsil demayman, chunki bu intayin murakkab ahvol. Lekin bu texnikalik jihatda qiziqqanlar bo'lsa, men bilan aloqalashsa bo'ldi. Buni bir silishtirma xarakterlik deb beray. Bu to'qimshunoslarningki qilgan diagnozasi bu yerda 22 rak turi bor. Buni to'qimshunoslar shu o'pka raki, har xil raklar deb, shu meng raki deb har xil turlarga ayirgan, o'xshamagan rang har bir rakka tava bo'lgan bo'ldi. Ba'zanlar son jihatda oz, ba'zanlar son jihatda jiq. Shunlashqa o'xshash olmaydi, chunki sonliq ma'lumotniki qanchalik bosh yo'qligi munosabatlik. Shuning bilan biz sun'iy aqldan foydalanib program yasab, biz bosh kasalliklarni turga ayirib boqdik. Turga ayirgan vaqtimizda qarasangiz nurg'un ranglar o'xshash. Masalan, marang ko'pincha o'xshash, bu xil ranglar ko'pincha o'xshash. Seriqdan qasanlar qon kesili. Qon kesili asosan o'xshab qoldi ekan. Bu teri kesili, teri rak kesili. Shu kasalliklar hammasi bir-birisiga ko'pincha jihatda o'xshash. Unday bo'lganda bu to'qimshunosi bilan shu sun'iy aql erishkilisi asosan xili yaqin keldi ekan. Lekin ba'zi jihatda farq qildi ekan. Qarasanglar, masalan, mahil kasalliklar, suydik yo'l rak kasali, qarasak bu azal farq qilyapti bu jihatda. Endi bu bo'yin raki kasallik, bo'yin raki kasalliklardan ozroq farq qilyapti. Endi buni texmo ishkillab tahlil qilganda qarasak, shu sun'iy aqlniki asosan to'g'ri chiqargan. Endi buni nima deb yakun chiqardik degan chog'da, bu sun'iy aql shu klinikalik tekshirish jihatda ularniki sifatini oshirdi ekan, to'g'rilik darajasini yuqori ko'targan bo'ldi ekan. Lekin biz yana shu to'qimshunoslar bilan birga ishlashimiz kerak buni. Chunki bu sun'iy aqlning qilgan diagnozi to'g'rimi, xatomi degan chog'da shu nurg'ulg'an rasmlar bor. Ularning rasmlarini men chiqib ko'rsatmay vaqt tufaylidan faqatla uning natijasini so'zlay. Biz bilan raqobatda ham birga ishlayotgan bu Germaniyaning tadqiqot markazi, Germaniya rak kasallik tadqiqot markazimi shu methylation-dan foydalanib rak kasalliklarni turga ayirish ishlarini olib beryapti. Ularni intayin bu jihatda kuchli ular tadqiqot jihatda. Undan ular meng rakini tadqiq qildi beshida. Meng rakining 200 xildek turi bor. 200 xil meng rak turi. Shunlar bu intayin oz emas. Ba'zilar shunday bir-birisiga yaqinlashib qoldi. Mushu rak kasallikni turga ayiradigan ular sun'iy aql programmasini yasab chiqdi. Buni to'rdan foydalanib ishlatib oldi. Bu ashlarningki ishlatgan sistemasi, shu sistemadagi natijalarni shu shaklda chiqardi. Endi Germaniyaningki taraqqiy qilishiningki bir muhim masala nima degan chog'da ular kul rak kasallik markazlarining hammasi birlashib shu Germaniya tadqiqot markazi deb atalgan TKFZ deblar. Bu dunyoda bektanliq. Ular hammasi birlashib ish qilgan bo'lg'achqa jiq natijaga erisha oladi ekan. Ama Heidelberg University deb doktorxonasi bu dunyodagi bektanliq universitet. Ham yeni kelib nima degan chog'da davlatmi ularni intayin qo'llaydi. Ham agar shu 5-10%
patologlar arayolmagan kasalliklarni shu siniy aqli ağrısa, aşının pulunun hammasini hukumat yoki istirohini ko'tardi. Bu hech qanday bir davlatda mavjud emas. Amerikada, Kanadada, hech qayerda mavjud emas. Bizni tadqiqot markazimiz shu fondidan shu orqali ishlatib qildi. Lekin Germaniya ularniki shu tadqiqot ishlariga bek ko'ngil bo'lgan. Endi men shu kelgisini so'zlab o'tay. Kelgisida qandoq bo'ldi degan chog'da yana birsi suyuq biopsiyasi deydi. Biopsiyasi degan gap endi o'rnak. Suyuqlikdagi o'rnakni olish. Nima ish qilgan chog'da balkim bu rak kasalligini faqat og'irlashganda doktorxonaga kirib, undan kasalliklarni turga araydigan gap. Men uchrashgan bir qancha tunishlar bo'ldi. Ularning rak kasalliklari 3 yoki 4 darajaga berib qolgan. 3-4 darajaga berib qolgan vaqtida bu badanning har qaysi qismlariga taqaldirgan gap. Bu vaqtda davolamak intayin mushkul. Agar 1-2 daraja bo'lganda ko'pincha kasalliklarni 80% yoki 90% davolab saqayt qilib bo'ldi. Hargiz bu rak kasalligini saqayt qilib bo'lmaydi deganlik emas. Balkim 30-40 yillar, 50 yillar ilgari 1-2 darajalik rak kasalliklarimiz saqaytanmaydi. Bu tuvan darajalik bo'ldi, 1-2 darajalik degan. Hozir 80-90% saqayt qilib bo'ldi. Lekin 10-20% yenil tas. Oldin qatamda so'zlab o'tgandek. Shu 10-20% kasalliklarni yoki bo'lmasa shu rak kasalligini bayqash yoki boshlanishdan burun shuni qondan tekshirguli bo'lamdi deb bir yangi tadqiqot boshlandi. Bu qon har xil shu rak kasalliklarningki DNAsi kirdi ekan. Shu orqali uni mo'ljalashda tadqiqotimiz. Hani yembesi nima degan chog'da menga suyuqligi. Uni CSF deb oldi. Menga suyuqligi balkim yo'linda ma'qul bo'ldi u suyuqlikni. Shu suyuqliklardan ilib, shu mengrakini bormi, yo'qmi? Qanchalik shakllandi yoki bo'lmasa uni dori bilan davolagan vaqtida uning buvatmamdi deb suyuqlik orqali uni mo'ljallaga bo'ldi ekan. Bu taxi yangi tadqiqot. Bu yilning 5'ida bizningki tadqiqot markazimizda bir yangi maqola e'lon qilindi. Shu menga suyuqligi ham qon orqali shu mengrakini farqlantirguli bo'ldi deb. Bu tadqiqot yig'inda intayin zo'r natijalarga erishdi. Chunki bu yangi bir tadqiqot. Undan keyin shu suydik orqali suydik yo'li rak kasalliklarini bayqash, ham uningki turga arish, ham dori bilan davolayotgan vaqtida uning buvatmamdi deb ashuna bayqalib bo'lganligini yangi tadqiqot bo'lib shakllanyotdi. Bu qandaqqa bu qondan foydalanib mengrakini farqlantirguli bo'ldi degan chog'da buni aylanma o'sma DNAsi deymiz. Bu nima degan chog'da aylanma o'sma deganlik circulating DNA deb oldi ekan. Shu rak hujayrasi, shu rak hujayrasidan genlari DNAsi qonga o'tadi. Chunki bu o'ladi emasmi? Ba'zilar o'ladi, ba'zilar parchalandi. Har xil ahvolatda bu DNA qonga o'tadi. Qonga o'tgandan keyin bu qonni doktorlar ilib, endi shuni bizning tadqiqot markazlarimizda bo'lsin, o'sha DNAsini tadqiq qilamiz. Bu intayin oz, 1% dan oz. Davgan keyin buni bayqamoq ajoyib tas. Xuddi dengizdan jig'ni izlagandek ahvol, lekin intayin unumli bu. Chunki normalda mengadagi kasallikni diagnoz qilma desa, chuqur mengani operatsiya etish kerak. Undan keyindan o'rnakni ilib, shundan qarta diagnoz qo'yish kerak. Bu intayin bir murakkab ahvol. Ham birsini davomli tashviq olmaydi. Dori bersa saqaydimi, operatsiya qilsa yana qayta chiqdimi yoki bo'lmasa radiatsiya qilsak, uning buvatmamdi uqib olmaydi. Shunlashqa shu dorining farqini yoki kasalning qanchalik davomlashidi, shuni aylanma o'sma DNAsi orqali bayqalib oldi. Hani yana birisi nima degan chog'da men sizga dedim,
bizning badanimiz ajoyib murakkab deb. Bizning badanimizda 37 trilyon sel bor. Bu sel degan gap hujayra. Bu hujayraning soni shu qadar jiq. Ana har xil hujayralar bor. Bu hujayralar balkim immunit kuch bilan munosabatli hujayralar bor. O'sma bilan munosabatli bo'lgan har xil hujayralar bor. Yoki nurg'unlagan hujayra turlari bor buningda. Andin bu har bir hujayrani tadqiq qilish yoki uniki o'sma mikro muhitini tadqiq qilish bu yangi bir tadqiqot. Shunga kelgisida ikki cho'ng tadqiqot turini so'zlab o'tmoqchi. Bunga jiq vaqt sarf qilmay, lekin bir qiziqarli nuqta biray. Normalda biz hujayra deb olgan chog'da asosan insonlardagi hujayra qartilgan. Bizning badanimizda nurg'unlagan boshqa hujayralar bor. Masalan, qo'llarimizning orqalarida bo'lsin, qo'ltiq yoki bosh har qaysi qismlarda nurg'unlagan bakteriyalar bor. Bu bakteriyalarning hammasi oshqozonlarimizda bo'lsin, hammalarda mavjud. Agar son jihatdan aytgan chog'da shu bakteriyalarning soni odam hujayrasining sonidan 10 yuqori. Agar odamni hujayralarning sonini sanab hisoblasak, balkim bizni bakteriya deb qilishi mumkin. Lekin amaliyotda bakteriyaning hujayrasi bak kichik. Ko'pincha odamlarning hujayralari intayin yo'g'on. Shunga umumiy bundaq sig'im jihati hisob etgan chog'da biz yana odam, ya'ni men Mehmetjon, yana sizlar hammanglar o'z kishi bo'lib tursizlar. Bu jihatdagi darslarni intayin jiq. Balkim qiziqqanlar ko'rib baxsanglar bo'ldi. Ana oxirgi bir nuqta hamda sizlarningki qanday savollaringlar bor, qanday savollaringiz bo'lsa, mana shu jihatda javob bersam bo'ldi. Endi Uyg'urlarimiz haqiqatan men deb aytganda boshqalar qila olgan ishlarni qila oladi, ham boshqalar qila olmagan ishlarni qila oladi. Tanada mengib o'tganlar nurg'un. Shunga kelgisida Uyg'urlarningki shu qiziqishini texmi yuksalib, keyingi avlodlarningki texmi jiq chiqishini umid qilaman. Yana qanday qiziqishinglar, qanday savollaring bo'lsa, endi so'rasanglar bo'ldi. Ko'p rahmat aka. Ovozingiz qapilmay mikro. Hozir aytib Hamoq. Naxos mən baş suallarımı soraverey. Hörmətli görürmənlər, suallarınlar bolsa inkas şəkildə bizə bildirsənlər boldu. Angaçı mən sualımı başlaverey. Əmdi kən köləmlik gen tədqiqatından barlıq gələn yeni hesaplaş usulları yoşurun biologiyalik bəlgi fərqləndiriş, kasalliklərin türünü yaxşılaşını texim toğru qıla alaydıkə. Bayanmı bunun nurgun misallarını dəb bədiniz. Maşini güç usulunu işlətib bimarlara diaqonu qoyuş, kliniklik nəticəsini mölçərləş, yeni doğru kandidatlarının analizi bilan təminləş arqalıq bunu hətta doktorxanalardakı əməli türgə ayrış ölçümü kirgizilibdi. Məsələn, yaqında bir startup sunulubdu. Tükürük arqalıq gen xəritəsini sizib çıxıb irsiyət kasalliklərini bayqaya alaydigan. Onundan başqa məsələn, bayam siz ötüb ketgan suyuqluqdan faydalanıb biopsiya qılgan. Onundan burun məsələn, biopsiyaların həmmisi siz degəndək aşı ösmə bolğan yoki rak bolğan, yəni bivasitə içib aşağıdan bir örnək gəp şu boyunca toqulmasını tədqiq qılatdı. Başqa yanınğı məyli, lekin meňedek anda inçiki bir yana qısa hər xil nervlarınki zəxmlənişi nima bo'ladi-da, yuqori bo'ladi-da. Endi mundaq bir suyuqdan foydalanib biopsiya qilish, qon bo'lsin, suyduk bo'lsin, bu haqiqatan yangi bir nimaga. Endi meditsinani oldin ilish har zaman davolashdan yaxshi deydigan bir gap bor. Mayli inson badanining sog'lomlik jihatdan bo'lsin, mayli davolash yo'lidagi iqtisodiy chiqim jihatdan bo'lsin, kasalliklarning oldin ilish bizga nurg'un foyda keldi. Ammo mushundaq bir foydada bizga vosita bo'lgan va kasalliklarni oldin mo'ljallay oladigan, baldur diagnoz qo'ya oladigan sun'iy aqllarning texi nurg'un yerlarda umumlashib bo'la olmasligi, sun'iy aqlning tanarxining yuqorligidan bo'lishi mumkin deb qarayman. Lekin bayam 4-slayd xatırlaşmasam,
yoki 5-ci slaydda mundaq gapni o'qib o'tib ketdim. Sun'iy aqlning ishlatilishi yilda 1500 150 milliardni tejab qala oladi deb. Şuna bu mening o'ylaganim bilan ancha mos kelmadi-da. Şuna bu haqda siz qanday qaraysiz deb so'ramoqchidim. Bu haqda fikringizni anglab boqqimiz bu. Ovoz etilib qolibdi. Albatta mana shu kasalliklarniki oldini olish intayin muhim siz deb aytgandek. Buniki normalda mana shu kasalliklarniki xatarlik omillari bor. Masalan, shu menga qon tushishi bo'lsa, asosli xatarlik omillar faqat bir necha asosligi. Ular 90% shu xatarlik omillar bo'lib hisoblanadi. Masalan, badandagi qon quyuqligi, qon besimi deydi, shakar deydi. Bu jihatda bir maqola yozgan. Endi shu qit'atqi bilak maqolasi bo'lib e'lon qilindi. Yana birisi buni oldini olishmay intayin bir nechalar, masalan, davomli harakat qilish, sakratlarni yeyish, qon bosimini tuvaltish degandek. Mushu bilan 80% shu qon tushishning oldini olib oldi. Bunday bo'lgandan keyin biz endi normalda diqqat qilishimiz kerak. Chunki bu normalda chiqim intayin yuqori. Masalan, Kanadanikida chiqim masalan $60,000 dan eshib ketar ekan bir necha oyda birinchi paytga. Lekin Kanadada butkul hammani hukumat ko'tardi, uningda masala yo'q. Ammo hukumatga nisbatan bosim intayin yuqori, shuni oldini olish muhim. Yana birisi shu sun'iy aqlni qo'llangan chog'da $150 milliard tejlab qoldi degan gap shu asosli shu Amerikaniki iqtisodga qaratilgan asli. Bu qanday jihatdan bo'ldi degan chog'da masalan hozir naq davolash ishlarini olib borg'ili bo'lgan gap. Masalan, kasallikniki har bir odamga hozir o'xshash dorilar berildi. Masalan, cho'ng odamda, kichik odamda. Endi yana birisi men roki yoki degan chog'da bir necha tur bo'yicha intayin shu tur bo'yicha davolash olgan gap. Endi bunga nisbatan agar uniki naq bo'lmagan vaqtida ortiq radiatsiya ishlatilgan gap, nurg'unlagan chiqimlar ketadi bunga. Ularning hammasi ortiqcha, hammasi badanga yana birisi agar mos kelmasa badanga bir zahar bo'lib bilinadigan gap. Undaqda qanday qilish kerak degan chog'da buning sababini tepish kerak. Buning sababini shu sun'iy aql orqali topqili bo'ldi. Masalan, biologik belgi dedingiz. Biologik belgi intayin muhim. Masalan, biz yo'lda ketib olgan bo'lsak, qatnashishniki har xil belgilari bor. Shu bo'yicha maqsad normal xatarlik chiqmaydi. Agar biz jangalga kirib qolaylik, jangalga kirib qolsak, yo'lni qaynag'ini bilmasak, bu bir intayin xatarlik ahvol. Ba'zan bir shu to'qimashunoslar shu xil ahvolda. Normalda yo'llar hammasi tuz, ammo ba'zi bir kasalliklar bor. U xuddi jangalga kirib qolganda his bo'lgan gap. Uni aniq bilaymi yoki ma'ni bilaymi qanday qilsam bo'ldi? Ularni vaqti intayin qis. Ular hargizmi jiq vaqt sarf qilib o'tirolmaydi. Ular chiqimni bir diagnoz qo'yish kerak. Yana bir kasallikdan qanday bo'lmaydi. Yana birisi operatsiyada saqlab qolayotgan kasallik bor. Zot buniki diagnoz qo'yib bering. Hozir operatsiya qilamiz. Buni turdan degan bo'lsa, besim yuqori. Davog'an keyin u saqlab bo'lmaydi, chunki beshi yer holatda uzun qo'yilmaydi. Davog'an keyin agar shu biologik uchib bo'lgan chog'da bo'libmi shu qonda nima bo'lsa, biopsiyasi orqali ashiniki o'rnak shu orqali kasallik turi olgan chog'da intayin tez bo'ldi-da bizniki shu masala hal qilish uchun intayin tez. Normalda bizleshin soliq ma'lumot bo'lsa to'g'riga qo'ysaqlar 1-2 minutda natijasini chiqarib beradigan gap. Bu intayin tez bo'ldi degan gap. Shunlashqa bu jihat yaxshi pishi. Yana birisi hammadan muhim ahvol nima degan chog'da biz sun'iy aql hamma narsani hal qilolmaydi. Chunki men deb aytganday nurg'unlagan kasallik turining aniq farqi yo'q. Yana birisi bu qimmat. Endi yana birisi kasalliklarniki shu cho'ng xalqaro yig'inda shu 7-8 cho'ng shirkatlar, 10 nachalik universitetlarning hammasi birlashib, zade AI yamanmi yoki o'sha patologlarmi deb, to'qimshunoslarmi deb ikkisi bagaga tushgan. Undan keyin hamma ikkisi birlashtirgan. Shundan qanday bo'lgan degan chog'da
Buningda her ikkisida xatolik bor. Patologlardan xatolik bor. Hatto shu nimalarimi sun'iy aqldan xatolik bor. Chunki ba'zanda bu biologik belgini topib chiqmasdan balkim boshqa adamlarniki ma'lum bir boshqa narsalar munosabat kuchlarni yig'ib olgan ahvol bo'lib qolgan. Naq kasalliklarning o'zida emas, boshqa kuchlarni. Endi operatsiya qilgan chog'da masalan qaysi rayonni qilish kerak, uniki sig'imi qancha degan chog'da qanday qilgan chog'da eng yaxshi chiqqan degan chog'da bu natija oldi bilan shu sun'iy aqldan foydalanib, shuning o'rnini belgilab olib, undan keyindan doktorlar o'rnini texmi yaxshi qilgan vaqtida ularning to'g'riliq natijasi intayin yuqori chiqqan. Shunlashqa faqat shu ikkisi birlashgan vaqtida natijasini haqiqatan yaxshi qilib bo'ldi ekan degan gap. Hargizmi bu sun'iy aql bo'ldi degan gap doktorlarning o'rni dasti degan gap emas bu. Hargiz mavjud emas. Yana birisi qanday degan chog'da doktorlarningki yordamchi bo'lgan gap, yana birisi xizmatini intayin tezlashtirib bo'lgan gap. Naqli bir o'rinni belgilab chiqarib beralash, doktorlarga nisbatan boshqa miyani tekshirmaylar, shu o'riniga qaraydigan gap. Shuning bilan natija to'g'ri, endi surati tez bo'ldi. Ha, amsa. Sun'iy aql doğru işləşdimi alayda yuqur önümgə ega ekan. Bayanmı deb ötüb getdik sun'iy aqlning hozir işletivatqan o'rinlarni degash. Amsa mush Xitoy virus vaksinasini sun'iy aql orqali ishlab chiqarayotganlar bormidi? Mening bu jihatda sun'iy aqldan foydalanib dori qilish u jihatda uchurlarni ko'rmadim. Shunga men aniq javob bera olmayman. Ammo shu sun'iy aqldan foydalanib dori kandidati deymiz. Taqilib oldi. Masalan, biz oldi bilan kasalliklarni turga olib, bu qaysi genda yuz beribdi degan vaqtida shu Amerikaniki maxsus cho'ng nimasi bor, tadqiqot markazi, shularniki maxsus ma'qullangan dorilar bor, necha minglagan. Ba'zanda shu sun'iy aql bizga dorilarni tep chiqib bergan chog'da bizga bir ikki emas, yuzlab dorini chiqarib berdi. Biz dori jihatda hech qanday cho'ng bilimimiz yo'q. Shundan chiqib dori jihatda mutaxassislar bo'lish kerak bu jihatda. Undan keyin oldi bilan tajribaxonadan o'tish kerak. Uni normalda chashqalardan tadqiq qilindi. Undan keyin nurg'unlagan yo'llardan o'tib, buni vaqti pek uzun. Ularniki amaliy insonlarda qo'llanishi. Shunlashqa normalda biz faqat manchi turlik dorilarni ishlasa bo'ldi. Shu genga deb shu uchurlarni bera olamiz endi. Ko'rmanlar ketirona men chekib qoldim. Qaytib qolib. Endi bo'ldi. Men savolga javob berib oldim. Yana boshqa savollar bormi? Ha, masalan, bayanmı dedik qo'yliqi bu sun'iy aqlning doktorlarning o'rnini ilishi ancha mumkin emas deb. Endi lekin manda bir tadqiqotlar bo'lib yetibdi. Ancha-muncha xabarlardan ko'rishimcha, shu doktorlarning diagnoz qo'yish uchun ishlatilgan sun'iy aqlni telefon programmasini app qilib ishlab, shu tariqada sinab qilayotganlar bor ekan. Undaq bo'lsa hech doktorxonaga bormayli o'zining ahvolini munosabatli yerlarda telefonga kirgizib kasallik ahvolini bilalaydi ekan. Doktorlarning og'zidan doim bo'lishi mumkin, ehtimolligi bor degan gapni bakchiq anglaymiz. Bu app haqiqatan insonlar uchun qulaylik sunug'idek, ammo xatolash imkoniyatimi hozirgi qadamlarda mencha cho'qim bor deb o'ylayman. Undan bu telefon programmasining taraqqiyoti qanday ketayotgandi, bu programma haqida siz qanday qaraysiz? Yoki eng dastlabda boshlangan bo'lg'achqa bu haqda bak uchurlar taqilib ketmadimi, o'qimadim, shunga bir so'rab boqim keldi. Bo'ldi. Haqiqatan hammamizda telefonlar bo'lib ketdi. Hatto kichik bolalarning telefon ishlatilgan qoldi bu jihatda. Bu bir kompyuter bilan o'xshash. Balkim 30 yil burungi tez sur'atli kompyuter deb olsam bo'ldi mana. Buniki rollar intayin jiq nurg'un ishlarga ishlatkili bo'ldi. Haqiqatan buniki shu meditsina sohasida ishlatiladigan chog'da men oldingi qatimda bir rasmni ko'rsatib ketdim. Masalan, odamlarniki nafaslanish, shu temperatura, shu shakar deymiz, shu uchurlarni kompyuterga shu avtomatik holda
telefonlarga kira oladi. Endi bu uchlarni hozir cloud deydi. Shuning bilan doktorxonalarga uchrayotgan bo'ldi yoki bizning yashagan sistemada hatto o'ziniki tunishlarga ko'ngil bo'ldi. Xuddi Facebookda bir-birisi bilan share qilgan o'xshash ishlarni qilib bo'ldi. Lekin buningda chiqqan bir masala bo'lsa, buningga kim ega bo'ldi degan masala. Buningga kompyuter ega bo'la olmaydi. Masalan, biz ashuni sinab qilgan vaqtida shu signalni ko'rsam bir yerdan intanjiq nimalar chiqib ketdi-da, xato natijalar. Bu nima bo'lgandi deb bu birsiga bekitib qo'ygan bir kun tekshirishga. Shuning bilan bu qarasak bu bir yerdan masala chiqib bo'lsam buni evatdanmi desam yo'q deydi. Bu savolni so'rasam yo'q buni uqmaymi deydi. Shuning bilan nak vaqtini tekshirsam soat 12 lar atrofida bo'libdi. Shu yurga bektiz suqib ketdi. Ana shu bilan jihli masalalar bor. Bu vaqt sana nima bo'lgan desam bu qaznam o't ketganda shu vaqtida vaqirab sakrab yugurib shuni o'tni o'chirib qo'ygacha bu qolganda yurgan bak suqib ketgan o'shaydi deb. Buni bizning sistemada nima ko'katdi degan chog'da shu yurak kesildi. Shunlashqa buni kim bir taraf qilish amaliyotda shu doktorlarga borgan vaqtida endi doktorlar aniq diagnoz qo'ygan chog'da ular ega bo'ldi. Ma'qul kasallik turi degan bo'lsa, muqimlagan bo'lsa, shu kasallikni turi hisoblandi. Lekin unda bo'lmagan bo'lsa, normalda maslahat so'rasa, balkim ular bo'lishi mumkin, bundaq bo'lishi mumkin deyishning sababi bu g'arb davlatlarda mas'uliyatdan qochadi. Chunki hech qanday bir mundaq deb mas'uliyatni o'ziga olishni xohlamaydi. Yana birisi tadqiqotchilardan savol so'rmagan bo'lishingiz mumkin. Chunki tadqiqotchilar nima deymiz, bu jihatdagi naq doktorning o'zi bo'lmasligi mumkin. Chunki men sizga degandek bu patolog kasallikni diagnoz qilgan kishi bilan normal bizlarning zikumimizni talab qilgan doktorlar ikkisi balkim zo'r farq qildi. Shular uchun bu jihatdagi farqlar bo'lishi mumkin. Andan keyin Mehmet aka bayam nima haqida, menangioma haqida biroz so'zlashdik. Operatsiyasi eng qiyin bo'lgan bir o'sma nimasi deb. Lekin mening bilishimcha bu kasallikning %90% yaxshi sifatlik o'smidi. Undaq operatsiyasining bundaq qiyin bo'lishdagi sabab nimadi? Yoki birinchi qismi yaxshi sifatlik 90%. Ama uzun müddet ömür ko'ngil bo'ldi. Buningda masala yo'q. Bo'libmi naq shu 10% intayin bir cho'ng bir masala. Endi bu qanday degan chog'da menangioma degan chog'da uni meningis deydi, shu u mengani shu o'rab turadigan bir teri. Uni meningis deb ataydi. Uniki 3 qatlami bor. Onun 3 qatlami naq mengani o'rab turadigan teri qatlami, masalan, dura, shu atnoid deganda shu 3 qatlami bor. Endi uniki shu mengani qo'rab turadigan bo'lg'achqa uniki roli intayin muhim. Buningda agar naq o'zini topolmasa buningdagi rak balkim ustixonga o'tib ketishi mumkin yoki shu kasalliklarniki davolash unumli bir tadbir yo'qmi shu bo'lib 10% ga. Boshqa kasalliklarda shunday, masalan shu chay rakida manda shu 10-20% ni davolamak intayin tez bo'lib nimasi bilan munosabatlik asosligi shu darajasi bilan 1-daraja, 2-daraja, 3-darajada qoldi. Hamda 1-darajada asosan saqaytib bog'liq bo'ldi, lekin 20% ni tasarruq. Shu 3-darajadan ichida 80% ni yana qayta o'sib chiqadigan gap. Buni kesib olsa yana qayta o'sadigan gap. Shular bu intayin mengniki muhim o'rnida har qatimda shu menga ustixonni echish kerak, uni operatsiya qilish kerak. Agar badanniki intayin muhim o'rnida bo'lib qolsa, uni operatsiya qilmoq intayin tez tushadigan gap. Shunday operatsiya qilgan chog'da shu menga kirib ketishning o'zi intayin menga zaxmat yetadi. Yana birisi u ba'zan bak yo'g'onab ketar ekan. Yo'g'onab ketgan chog'da menga shakl qurilmalarni o'zgartirish hamda intayin cho'ng xavflanib qoldi. Tushundim. Yana bir
Sun'iy aqlni milliy tibobatga qandaq ishlatgili bo'ldi? Masalan, kallamga munda bir narsa keldi. Tomir soqishimizni o'lchaydigan senzor, ya'ni sezgich o'rnatilgan pälak kiyib, shu pälak orqali tomir soqishimizni o'lchsa, tilimizning, chiroyimizning rangini telefon kamerasi orqali rasmga tartsa, mushu ma'lumotlar asosida bizga diagnoz qo'yib, resept yozib bersa deb o'yladim. Albatta, usta tiboblarning sun'iy aqlni mashqlantirish va tajribalar asosida o'zini yaxshilash orqali sun'iy aql barg'ansari tibib bo'lib ketishi mumkin. Mushu haqda qanday qaraysiz? İntayin yaxshi savol bo'ldi. Haqiqatan biz Uyg'urlar o'zimizni boshqalar tanishtirganda o'zimizniki milliy urf-odatimizning borlig'ini necha ming yillik shu milliy tibobat jihati borlig'imizni hatto turklarga solishtirganda ularniki milliy tibobati yo'q, lekin Uyg'urlarning bor deb o'zimizni haqiqatan yuqori o'rin qo'ymaymiz. Hamda bu jihatdagi shu sun'iy aql bilan birlashtirish degan bu tema bek yaxshi tema bo'ldi. Hech qachon balkim boshqalar so'zlab boqmaganda, balkim bu bizniki boshlanishi bo'lib qolsin. Mening bir yeri shu milliy tibobatda bek bilimim yo'q, bu materiallarni ko'rib turdim, yaqinqi e'lon qilingan materiallarni. Lekin men ba'zi bir takliflarni berib qo'yay, chunki men cho'ng shirkatlarda keyin shu cho'ng doktorxonada ishlatgan bo'lgan ekan, hamda foydali bo'lsin deb o'ylayman. Hani bir jihatdan aytgan chog'da nima desa, menimcha o'sha jihatga uchurlar to'planishi kerak deb o'ylayman. Nima degan chog'da bu uchurlarni topmoq intayin qiyin to'g'ridan. Yana birisi Uyg'urlar har qaysi davlatlarda yashaydi. Gollandiyada bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, har qaysi yerlarda tiyiblar bor. Ba'zan maslahatlarni so'rab turamiz. Ulardan shuni bo'lsa ular uchurlar bir yerga kelsa yaxshiroq bo'ldi. Undan keyin bir umumlashgan birlik kelgan nima bak muhim bilim. U birlik kelmagan chog'da kompyuterga bu narsa o'rgatish intayin qiyin. Shu bizniki sun'iy aqlda dastlabki o'rgatgan narsa nima degan chog'da garbage in, garbage out. Bu degan nima degan chog'da axlatni shu sun'iy aqlga kirgizsak bizga axlat chiqarib berdi deb. Herkesin bizga bir bilim chiqarib bermaydi u. Kichik bolaga xuddi yangi til chiqqan vaqtida dot deb tilasak, dastlabki chiqqan tilimiz dot bo'lib chiqadigan gap. Bu sun'iy aql, herkes bu aql deganlar aqlli narsa emas. Bizniki nima o'rgatishimiz bilan munosabatli, nima bilan chiniqtirishimiz bilan munosabatli. Hammasi shu chiniqtirish. Shunlashqa bu jihatdagi bilim intayin muhim. Shunlashqa bu bir taklifim. Hani onun kendinden yan bir taklifim nima degan chog'da herkes bir kasallikni bir adam davolab, bir adam saqlatmaydi. Shu tumor board deb aytdim. Shu doktorlarninki maslahat guruhi bor. O davolash apirishdan burun 8-10 adam hammasi bir-birisi bilan maslahatlashib, andan qaror chiqadi. Herkes bir adam qaror chiqarmaydi bunda. Tiyiblarimizdan ko'pinchasidan bir adam qaror chiqadi bu jihatda. Bo'lsa hammasi birlashish kerak. Hammasi o'z o'xshamagan jihatdagi bilimlarni o'tirib qo'yish kerak. Masalan, men balkim shu sun'iy aql jihatdagi bilimimni o'tirib qo'ysam, boshqalar boshqa jihatdagi bilimini o'tirib qo'ysa, balkim bu jihatda olg'a besish ehtimolligi yuqori bo'ldi. Endi yana birisi, eng muhim narsa nima deb aytgan chog'da, shu hozirgi zamonaviy tibbiy bilimniki, shu g'arbdagi bilimniki asosiy manbasi nima degan chog'da evidence based medicine deydi. Bu nima degan chog'da dalil asosga foydalangan doktorlik. Buni dalil asos bo'lmasa, u hargiz bu doktorlik hisoblanmaydi, hech narsa qabul qilinmaydi. Shunga maqolalarni nima uchun to'rda e'lon qilamiz? Har bir yangi natija chiqqan chog'da to'rda e'lon qilishimizning sababi uni chuqur boshqalarga bir bilim bo'lsin deymiz. Hani uni dunyoniki yana bir chetida o'xshash usulda qilsa, uni shu o'xshash natijaga chiqara oladigan bo'lish kerak. Shunga dalil isbot intayin muhim. Şunlaşmış g'arb allarniki shu qadar taraqqi etmeyişinin sababi shu dalil isbotlangan asoslangan bilim. Şunlaşqa biz Uyg'urlarda ham shu jihatdagi ortiqchilikni qabul qilsak yaxshiroq bo'ldi. Agar bu bilim bir odamda bo'lsa, bir odamning bilim bo'lib hisoblandi. Agar Uyg'urlarimiz bilan hammasi o'rtoqlashsa, bir Uyg'urlarning bilim bo'lib hisoblandi. Agar buni shu g'arb allarniki tadqiqot bilan birlashtirsak, balkim bu balkim boshqa davlatlarga, boshqa millatlarga tunilgan bilim deb hisoblandi. Balkim kelgusi texmi yaxshi bo'ldi deb hisoblayman. Rahmat. Sizga rahmat aka. Bir ko'rinimiz bunda savol so'rabdi.
Öpke tuberkuloz keselligi to'g'risida ozroq maslahat beramsiz debdi. Endi men aldı bilen dep etday, endi men hakikaten nurg'ulg'an doktorluk to'g'riliq so'zlarni dep o'tdim. Endi men sun'iy aqlni so'zlab o'tdim. Aslida men sun'iy aqlni shu doktorlik sohasiga ishlatgan bir tadqiqotchi. Men endi doktor emas. Shunga men aniq deb o'tay. Balkim diagnoz ishlarini ish qilgan shu deb o'ylab qolmasin. Men shu doktorlar bilan birga ishlaymiz. Men operatsiya yoki o'pka raki, boshqa taliqlarni hammasida endi shu o'pka raki jihatda maqol ishlayapmiz. Endi shu tuberkuloz degan chaqda haqiqatan endi bu bir murakkab bir kasallik, chunki taqilishchan birsi yana birsi nima degan chaqda o'pkaga suv yig'iladigan gap, endi buni suvni vaqti-vaqtida tatib turadigan gap. Lekin bu qanday vaqtida degan chaqda faqat endi ularninki protokolsi bor, ma'lum bir yo'l bo'yicha ish olib bordi. Lekin kasallikda qancha suv yig'iladigan hech qanday o'lchanmaydi. Men bir rasmni ko'rsatib o'tgandim. Shuni bemorninki o'pkasini uzun muddatlik ko'rish, ya'ni suvning miqdori qanchalik degandek narsalarni. Normalda doktorxonalarda shu kasallik og'irlashganda yoki ma'lum bir ahvol yuz bergan chog'da balkim doktorlar kelib unga qarash mumkin. 24 soat qarab ololmaydi. Agar mushunday uskunlarni doktorxonalarda umumlashgan vaqtida shu persent bo'yicha bilgir bo'ldi. Masalan 5% suv yig'ildi, 10% suv yig'ildi yoki unday ahvol bo'ldi degandek ashlarni hammani shu to'xtamay shularni to'plab qolgan vaqtimizda bu bir foydali uchur bo'lib, balkim doktorlarga yordamchi bo'ldi deb o'ylayman. Hozir bu bizning qilgan ishimizni Shveysariyadagi shirkat uni ishlatgan. Hozir uni yanala doktorxonalarda umumyuzlik qo'llanmadi. Ammo nurg'ulg'an universitetlar ba'zi bir tadqiqot o'rinlari asosan setib, uni yanala tadqiqot shaklida ishlatyapti. Ularni ishlarga ishlatdi, hatto otlarga ishlatdi oldi bilan. Chunki otlarning tanarxi intayin qimmat, shunga oldi bilan otlarga ishlatsak, u nasli bormi yo'qmi ishlatgan bo'ladi deb. Bu tuberkulozga uni ishlatganini bilmadim, ammo koronavirusga tadqiqot shaklida ishlatib, uni dastlab bosqichda ishlatyapti. Ko'p rahmat aka, mencha haqiqatan nihoyat miyig'izliq, shunchalik go'zal bir suhbat bo'ldi. Oldi bilan vaqtingizni chiqarib, bizning bu suhbatimizni qabul qilganligingiz uchun yana bir qaytim rahmat deydiman. Oxirida teningizga salomatlik, oilangizga baxt, ishlaringizga utuq tilayman. Sizlarga ko'p rahmat. Oldi bilan shu sizlardan kuch chiqadinglar bu urlashtirishda. Bunlar sonlamsiz, men Muhammad Aminov qamiz. Sizlar bu jihatda to'xtamay tirishyapsizlar. Men balkim bir raqatim bu jihatlarda dast bergan bo'ldim, ammo kelgusida bizdan yanala qila oladigan ishimiz nurg'un. O'sha nurg'un rak kasalliklarining ismlarini faqat topib olmaydi ekan. Nurg'un narsalar yana balkim Uyg'urlarning tilidan texim rivojlanib bu jihatda yaxshi bo'lsin desak, bu jihatlardan ko'plab odam chiqish kerak. Men deb aytganda, agar yoshlar bunga qiziqsa, men u jihatda yordam berish xohlayman. Yana birisi, men sizlarga qanchalik yordam qila oladigan ishim bo'lsa, sizlar bilan danglar. Bo'lsa bizim yordam qilishimiz. Ko'p rahmat. Allohga omonat. Ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shunday hurmatli ko'rurmanlar, bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki sonlarda ko'rishguncha omon bo'linglar, Allohga omonat.